Sizlar so'radinglar, biz ko'rsatamiz. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan modelkalarimizni to'liq hammasini ko'rib chiqamiz. Okajonlarim, qarshilarda 218 litrli modelkamiz. Ko'rishingiz mumkin. Ichlari ancha keng bo'ladi. 3 ta kartinkasi bo'ladi. Bundan tashqari добавочный защитный oynasi ham bo'ladi. Xo'p, bu modelkamiz 308 litrli bo'ladi. O'rtacha modelka uy uchun, kichkina biznes uchun ancha yaxshi hisoblanadi. Buni ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Защитный oynalari, kartinkalari temirdan bo'ladi, 3 ta bo'ladi. Ko'rib turganinglar 518 litrli modelka bo'ladi. 3 ta temir kartinkasi bo'ladi, podsvetkalar bo'ladi. Ikkala qopqog'ida ham podsvetkasi bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Ichlari keng bo'ladi, kafe barlar uchun ideal tanlov bo'ladi. Ichida ancha narsa sig'ib ketadi. Qassob akalarim, ushbu modelkamiz 1188 litrli bo'lib, ikkita buqani so'yib bemalol tiqib olsanglar bo'ladi. Ichini ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin. Ikkita temir kartinkasi bo'ladi. Ichlari ancha keng bo'ladi. Muzqaymoq biznesi bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlar ko'rishingiz mumkin. Ushbu modelkamiz imенно sizlar uchun bo'ladi. Ikkita qopqog'i bo'ladi, ya'ni o'rtadan, o'ngdan, chapdan bemalol ochib olasizlar. Kartinkalar soni 8 ta bo'ladi. Elektr tejamkorligi litri 1068 litr bo'ladi. Minus 18 gradusgacha bemalol muzlatib beradi. Qolgan ma'lumotlarni mana shu nomerlar orqali bilib olsanglar bo'ladi. Telefon qilsanglar, chiroyli narxda qilib beramiz. Sog' bo'linglar.